Akbar psixologiya to'g'ri maktabimizga saboqlashlar tekshirtiribsizlar, Akbar muallim. Hamda meningki mushu hozirgacha o'zim mushu yoqtirib o'qigan kitoblardan hamda mushu ikki kitob bor. Bu ikki kitobningki men 10 necha o'qimaylam. Haqiqatan bu kitobni o'qishga ma'lum bir saviya ketadiganligini. Hozir meningki saviyam bu kitobni o'qib, tushunib, tahlil qilishga vaqtincha meningki iqtidorimniki yor bermaydiganligini men his qilib qolgan. Albatta buningki bu kitoblarningki ichida birisi endi mushu Freudningki tush analiz degan kitobi. Freudningki tush analiz kitobini men 2016-yili mushu poyezdgacha o'zim 170 necha o'qib baqqan. 170 necha o'qib shu kelgan vaqtimda meniki kallam shu adlam turmozlib qolgan. Ya'ni undan keyingi batlarni o'qib tushunishga nisbatan mening kallam yetmaydigandek his qilgan. Shu paytning o'zida men kitobni dum qiliblam, shu kitobni yeb, mana hozirgacha o kitobni hech baqmadim. Lekin o kitobim bor. Şu kitobningki mazmunini men o'qib tushunamagan. Balki hozir o'qisam, yana qanchalik tushuna olayman, bunisi menga noma'lum. Yana birisi, qo'limdagi dunyodagi ajoyib 20 saboq degan bu kitob. Bu kitob bilan uchrashganim hozir yana 3 yil atrof bo'lib qoldi. Bu kitobni men shu 2 bat, 3 bat o'qiblam. Bu kitobningki haqiqatan salmoqiningki ig'ir, har bir so'z jumlasiningki oqisida nurg'ulg'an hikmatlarningki bog'liqini, nurg'ulg'an oq ko'rinishiga bog'liqini his qilib, asl bu kitobni roman o'qiganga o'xshash, hikoya o'qiganga o'xshash yoki naqshlanishiganga o'xshash bir qarablam tushungan bo'lgan bir kitob emas ekan. Buningki salmoqi bir qadar ig'ir ekan, buni intayin tinch holatda hech kim mana yo'q, bir odam boya ketib, odam yo'q ya ketib hamda shu kelib o'qisa, anondan keyin bu kitobni tushungan bo'ladi ekan. Ham bu kitobdan menga nurg'ulg'an narsa yo'q ekan, nurg'ulg'an narsa bilal ekanman deb bu kitobni men tiqib qo'ygan. Bundaq shaytqa vaqtimizda shu hozirgacha bu kitobni o'rib baqmagan. Yaqindan buyon meniki vaqtlarim bir qadar bo'g'aliq tufayli men shu vaqtlarimni chiqarib, ana shu kitobni sizlar bilan o'rtoqlashay deb bo'ldim. Albatta bu kitobniki qiyinlik darajasi bir qadar yuqori. Tushunish bir qadar tez to'xtaydi. Garchi buni bir anglamoqqa intan osondek tuyulgan bilan, ammo buni odatdagi odamlar tushunolmaydi. Haqiqatan odatdagi odamlar bu kitobni tushunolmaydi. Hatto meni to'g'ri maktabimda bir dars olgan 3 yilda 4 yil mendan dars elib kelayotgan bolalarninkimi bu kitobni tushuna olishi notayin. Hatto oliy maktab bo'lsin yoki aspirantlikni tugatgan bolalar bo'lgan bo'lsa-mu, garchi psixologiya kasb o'qisin yoki boshqa kasb o'qigan bo'lgan bo'lsin, bu kitobni tushunib oxirisini tahlil qilish bir qadar tez to'xtaydi. Shunga bu kitobniki o'zidimi bundaq yozilgan. Bu kitob har qanday odam uchun yozilgan emas, deydigan o'ziniki bosh temasi bor. Shunga bu kitobni bundan keyin men sizlarga shu haqsiz tushuntirib o'taman. Bu darslarni haqli qolat emas, haqsiz dars. Chunki bu darsni ko'p odam tushunmaganligi tufayli buni haqli taqatsak, setlashingdan to'yin bo'lib qoladi. Shunga buni yana haqsiz taqatganimiz bir qadar muvofiq. Shunga bu darslarimiz haqsiz holatda chiqish. Balkim meniki bu xil surat holatdagi darsim 1 yilgacha haqsiz holatda chiqish mumkinchiligi bor. Bularmi bizningki shu dunyodagi 20 saboq degan kitobimizningki mazmun. Albatta bu kitobni yozgan emas, balki men yoqtirgan kitob. Men sizlarga tushundirmoqchi bo'lgan kitob. Endi bu kitobningki ovozli nusxasini va suratli nusxasini men ovozli qilib, suratli qilib tayyor qilib qo'ydim. Buni bir tarafdan anglay olasizlar, bir tarafdan ko'ra olasizlar. Sizlar ko'rib, shu avtorningki o'qirmanlarga bo'lgan so'zni anglab bo'lgandan keyingi mazmunlarni men sizlar bilan o'rtoqlashib o'taman. Undaqda sizlar avval shu darsningki, ya'ni avtorningki so'zi va kitob haqida qisqacha bir tuyanlik filmni ko'rib chiqinglar. Har qanday masalaning javobi bu yerda. Har qanday odam uchun bir ilhom, muvaffaqiyatga erishuvchilar uchun bir andiza. O'qirmanlar samiga bu kitob hamma odam uchun yozilgan emas.
uning cheksiz qudrati mol to'nuydiganlarga, kitobni oxirigacha tugitib o'qiy oladiganlarga mansub. Ular cheklimlarni bo'sib, g'ayat zo'r boylikqa va muvaffaqiyatga erishadi. Har bir odamda bebaho iqtidor bo'ladi. Bu iqtidor qalbingizning cho'nqur qatiga yoshiringan bo'ladi. Hamda sizning aytishingizni, tadbiqlashingizni, amalga oshirishingizni kutadi. Albatta, dunyodagi ajoyib psixikalik saboq degan bu kitob sizning yoshirin iqtidoringizni o'rgatishingizdagi eng yaxshi o'qishlikdir. Siz boshqalardan necha ko'p pul topolmaganligingiz uchun iqtidoringiz boshqalarga yetmaydigan odam emassiz. Balki shirin xiyollaringizni amalga oshirishning vositasini va usullarini egilmagansiz. Siz mingingizni mashqlantirishingiz, zehningizni yig'ishni o'rganib olishingiz, turmushingizdagi gumon, tashvish va qo'rqinchlarni yo'qotishingiz, orzuyingiz bilan nishoningizning chek-chegarasini aniq bekitishingiz kerak. Shundala siz ishingizdagi mislsiz kuch-qudratni topa olasiz. Hamda misli ko'rilmagan utuq va muvaffaqiyatlarga erisha olasiz. Abdurdan odam tug'ilishidanla baravar. Bu mutlaq ko'p sondagi kishilar tashabbus qiladigan gap. Shundaqla mutlaq ko'p sondagi kishilar ishonadigan bir xil aqida. Albatta, odam baravar bo'lmaydi. Gerçi ata-onasi bu dunyoga akalsimi, jismoniy qurilmasi o'xshash bo'lsa-mu, odamning ideyasi va ingida intayin zo'r farq bo'ladi. Bu farqni sirtqi qiyofatga qarab bilgan bo'lmasa-mu, mana mushu farq muvaffaqiyat va mag'lubiyat, boylik va namratlik, ulug'lik va chakinilikni barliqqa keltirdi. Mag'lub bo'lg'uchilar hamisha o'z taqdirining kajliqidan og'rindi. Doim o'z mag'lubiyatiga bahona izlaydi. Baxt ilohi o'z tarafida turgan bo'lsa, chuqum muvaffaqiyat qozonadiganligini aytadi. Shuningdek, namratlik patqiqiga petib qolganlarmi hamisha o'z taqdirining kajliqidan uradi. Puli borlarni tug'mi talaylik deb qarab, o'zining puli bo'lgan bo'lsa, texmi bayashat yashaydiganligini xom xiyol aylaydi. Amaliyotda ulug'lik bilan chakinilikning asosli farqi qovul, sog'lom badanga ega bo'lish bo'lmaslikda emas, balki odamning ideyasi va ruhida, odamning niyatida. Undaq bo'lmaganda ulug' kishilarmi cho'qim jismoniyati qovul kishilar bo'lsa bo'ladi. Uzun kishilik hayot musofasida niyat bizni muhitdan halqitib, qiyinchilik ustidan g'olib keltirdi. Agar biz ideyaning ijodchanligini cho'nqur tunib ketsak, uning o'limining haqiqatan ayron qilarlik ekanligini ko'ra olamiz. Dunyodagi hamma mavjudotlar murakkab bo'lmasdan muayyan qonuniyatga amal qilgan bo'ladi. Xuddi moddiy dunyoning qonuniyatiga o'xshash, odamning ma'naviy dunyosida qonuniyat mavjud. Turli qonuniyatlar izchil holda bizning axloq dunyomiz va ma'naviy dunyomizni kontrol qilib turdi. Har qachon esingizda bo'lsinki, bizning ideyamiz energiya va kuch-qudratning manbasi. Tashqi yordamga tayansak ojizlashib ketamiz. Agar xohlasangizlar, boshqalarning yordamiga erishadigan bechora bo'lmay, boshqalarga yordam qila oladigan g'olibga aylana olasiz. O'zini tez suratda tangshab, qaddini roslab, ikkilanmay o'zining tasavvuriga tayinib mo'jiz yaratish kerak. Mushu qonuniyatga hurmat qilgandalar, ko'ngildagidek natijaga erishgan bo'ladi. Qonuniyatga erishgandalar to'g'ri natijaga erishib, nuqsondan xoli bo'lgan bo'ladi. Aksicha, siz bu qonuniyatni tushunish orqali insoniyatga foyda yetkazishni inkor qilsangiz hamda qabul qilishni rad qilsangiz, bu yangi ulug' ilm-fan natijalarini egilab, cho'nqur tadqiq qila olmasangiz va bu sirliq tajribalardan foydalana olmasangiz, shu hamon hamma odamning oldingizdan chep ketayotganligini, o'zingizning keynida qoldirilayotganligingizni bayqaysiz. Boylikqa erishish dal boylik qonuniyatiga bo'lgan tonishga tayinadi. Jumladan, boylik qonuniyatini to'ngan, hurmat qilgan odam u elib keladigan foydadan bahramand bo'la oladi. Qandoq daraxt tiksak, shundoq meva beradi. Tabiatning bu qonuniyati odam mingsigimi bab keladi. Xuddi hech qancha kuchmayli yaratgan aktiv sharoit sizning muvaffaqiyat qozonishingizga yordam bergandek, siz maqsadsiz holda turli yo'qsizlik, cheklama,
va qalaymqanchilikni tasavvur qilgan vaqtingizda meningizmi o'xshashlar noit oson pasib shartlarni ijod qilib sizni mag'lubiyat girdobiga ittirdi. O'ziga haddidan ziyoda ishinib, o'zini intayin ehtiyotchan ham yetarlik aql farosatga ega deb qarab olishga hargiz bo'lmaydi. İxtiyorsiz holda foydasiz sharoit yaratib, o'zining muvaffaqiyatga mingishiga to'salg'i bo'lishmi, boshqa har qanday qonuniyatlarga o'xshaydigan bir xil qonuniyat. O, mangu to'xtamay harakat qilib, yuz xotir qilmay qat'iylik bilan har kimning ijodiyatiga asosan ularga javob beradi. Bu qonuniyat hargizmi odamga qarab farqli muomala qilmaydi. Bugungi jamiyatda ilm-fan ruhi har qaysi sohalarga tatbiqlandi. Kishilar endi sabab natija munosabatiga sal qarshi bo'lmaydi. Kishilar natijasi bor ishning sababi bo'ladi degan qoidani bilib ketdi. Shunga kishilar o'zining iroda niyatini ishga oshirmoqchi bo'lsa, uni yaratishga ketadigan muqarrar shartlarni umid qiladi. Qonuniyat aniq bo'lmaydi, balki turli hodisalar va soxta ko'rinishlarga yoshiringan bo'ladi. Ko'p miqdordagi boshqa ishlar bilan selishtirib yoki ularning o'rtaq nuqtalarini topganda andın qonuniyatni payqagan bo'ladi. Biz bu xil usulni induksiyalik xulosa deymiz. Qonuniyatning bayqilishi insonlarning turmushidagi tayini yo'q sabablarni yo'qitib, prinsip, aqliy xulosa va aniqlikni uning o'rniga dastladi. Induksiyalik xulosa eng ilmiy metod bo'lib, madaniylik, gullab yashnash, ilmiylikning bosh ko'tarishi, umrning o'zirishi, azobning aziyishi, daryo dengizlardan halqash, nazar doirining kengayishi, harakat sur'atining tezlashishi, orliqni yaqinlashtirish, aloqani ilgari surish, olam bo'shliqqa uchish, dengiz tagidagi sho'ng'ish qatorliq natijalarning paydo bo'lishi induksiyalik xulosa chiqaradigan tafakkur shaklidan keladi. Bizning qiladiganimiz natijalarni turga ayirishdan iborat xolos. Dunyodagi ajoyib psixikalik 24 savat sistemasi mutlaq ilmiy haqiqat bo'lib, ma'naviy xususiyatlardagi aktivlik va iqtidorlardan qanday qilganda to'g'ri foydalangan bo'lganligini, shundaqla qanday qilganda tasavvur kuchi, orzu istak, hissiyot va sezgi a'zolarining bevosita sezimini to'g'ri ishlatib, shaxsning hayotlik yoshirin iqtidorini jonlantirib, odamni mag'durlik, jahonning ishlarini aniq ko'radigan, turgun qadrini pukmas qilib, odamning unumdorligini va iqtidorini nafga erishtirgan bo'lganligini sistemalik bayon qiladi. Men qilishni eng xohlaydigan ish shuki, sizga fursatni to'nitishni o'rgatib, aqliy xulosa chiqarish iqtidoringizni kuchaytirib, irodangizni mustahkamlab, sizga o'zingiz tanlagan aql farosatni ato qilib, aqliy hislashlik qilib, tashabbuskorlik bilan ilgarilatib, qat'iy bo'shashmaslik ro'yiga ega qilib, qanday qilganda yuqori sifatlik turmushdan bahramand bo'lganligini o'rgatishdir. Men jahonkazda emas, gipnoznimi, sehrgarlikni uqmayman. Dunyodagi ajoyib psixikalik 24 savat sistemasining maqsadi odamni birpas qaymoqtiradigan aldamchilik vositasini qo'llanib, yaxshi kishilarning ko'zini bog'lab, ularni xato yo'lga yetaklash emas. U sizlarga almashtirib etilgan yoki burmalangan mahsulotlarni emas, balki ma'naviy kuch-qudratni, faqat haqiqiy ma'naviy kuch-qudratni ishlatishni o'rgatmoqchi. Shunga men ajr qilsang erishsan degan hikmatga qat'iy ishonaman. Shundaqla o'qirmanlar bilan birlikda bu haqiqatni tadqiq qilish va amalga oshirishni xohlayman. Ma'naviy kuch-qudrat ijodiyat iqtidoriga ega. U sizdagi iqtidorni o'zingiz uchun ijodiyat qildirdi. Hargizmi boshqalarning vujudidagi narsalarni ustulik bilan bulang-talang qildirmaydi. Tabiat azaldan bu harakatga parvo qilmaydi. Xuddi tabiat bir tal yupirmoq bir joydan bir o'rmonni yetildirganga o'xshash, ma'naviyatning qudratimi insonlarni shundoq qiladi. Ishonamanki, agar siz butun kuchingiz bilan ma'naviy qudratingizning g'oyat zo'r yoshin iqtidorini olsangiz, u hargizmi sizni dag'da qo'ymaydi. U boshqalarni butun vujudi bilan sizga sama bo'lishga undaydi. Chunki u boshqalarni tabiiy holda sizni kuch-qudratga to'lgan xarakter yaxshi odam ekan deb qaraydigan holatga keltirdi. Ma'naviy qudratga ega bo'lish sizning tabiatning tip qonuniyatini his qilib, ulug' tabiat bilan yo'g'rilganligingizdan derak beradi. Sizning bitmas tugmas kuch-qudrat bulg'iga ega bo'lganligingizdan derak beradi. Sizning jalbkorlikning sehriy kuchini tushunganligingiz, o'sib yetilishning qonuniyati ham ijtimoiy aloqa va savdo aloqasida mavjud bo'lishda tayinadigan psixikalik prinsipni tushunganligingizdan derak beradi. Uningdan boshqa ma'naviy qudrat yana g'oyat zo'r magnitga o'xshash o'z sehriy kuchingiz bilan atrofdagi odam va shaylarni tortib,
Ularning nazarida tayinlik erki bo'lganligingiz, orzuyingizni ishga oshirishdagi oltin barmoqlarga ega bo'lib, dunyodagi kishilarning zavqi keladigan odamga aylanganligingizdan derak beradi. Mana bu darsni anglab bo'lgandan keyin sizlar ba'zilaringlar bir narsa his qilgandek, ba'zilaringlar bir narsa his qilmagandek, his qilganlaringlar nimani his qilganligini bilmagandek, mana bir hissiyat bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Hatto ba'zilaringlar bir quruq gapdan bir anglab chiqqandek ta'sirga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu normal ahvol. Chunki bu kitobniki o'zim deyilgan. Bu kitob har qanday bir odam uchun yozilgan kitob emas. Balki bu kitobni tushunishga haqiqatan bir saviya kelganligi tufayli ham bu kitobniki shu ba'zi bir mazmunlarni tushunishga va oxirini tahlil qilishga bir qadar kalla kelganligi tufayli ham saviya talab qilganligi tufayli bu kitob albatta balkim hamma odam uchun yozilgan emas deyilgan bo'lishi mumkin. Albatta bu kitobni butun dunyoga odamning o'qib keta olishi notayin. Balkim ularniki fursat bo'lmasligi mumkin. Undaqda biz bu kitobni tahlil qilishni boshlab ketaylik. Avtor kitobda odam tug'ilishidan barobar bu mutlaq ko'p sondagi kishilar tashabbus qiladigan gap. Shundaqla mutlaq ko'p sondagi kishilar ishlaydigan bir xil aqida. Albatta odam barobar bo'lmaydi. Garchi ota-onasi bu dunyoga akasimi, jismoniy qurilmasi o'xshash bo'lsa-mu, odamningki yengida va ideyasida intan zo'r farq bo'ladi deyilgan. Garchi bu yerda avtorning demoqchi bo'lgani garchi bizniki butun badallarimiz, bizniki futqollarimiz saq bo'lsin-mu, garchi o'xshash ishlasin-mu, ammo odamningki ideyasi va ro'yda buningki ingida zo'r farq bo'ladi. Mushu odamningki ideyasi va ingida farq bo'lganligi tufayli odamningki mushu boylik va nomratlik, ulug'lik va chaqinlik anadikan mushu muvaffaqiyat qozonish yoki muvaffaqiyat qozonmaslik mush sabablar tufaylidan bo'lib qoladi. Shunga odamningki jismoniy jihatdagi selektirishi garchi barobar bo'lsa-mu, ammo odamningki ideyasida farq bo'lib qoladi. Futqollar o'xshash bo'lsa-mu demakchi. Anda bu kitobning oxirida mag'lub bo'lg'ichlar hamisha o'z taqdiriniki kajligidan og'rindi, doim o'z mag'lubiyatiga bahona izlaydi. Baxt ilohi yüz taraf turgan bo'lsa, chuqur muvaffaqiyat qozonganligini aytadi. Shuningdek, nomratlik patqiqib ketib qolganlarmi hamisha o'z taqdirining kajligidan uradi. Puli borlarni tug'ma talaylik deb qarab, o'ziningki puli bo'lgan bo'lsa, texmi yashab yashaydiganligini ham xiyol qiladi. Albatta, ulug'lik bilan chaqinlikning asosli farqi qovul sog'lom badanga ega bo'lish bo'lmaslik emas, balki odamningki ideyasi va ro'yda odamningki niyatida. Undaq bo'lmaganda ulug' kishilarmi cho'qim jismoniyati, cho'qim qovul kishilar bo'lgan bo'lsa bo'ladi degan. Ya'ni bu yerda nima demoqchi deganda, nurg'ulg'an odamlar o'ziniki taqdiridan oxirut agar mening pulim bo'lgan bo'lsa va yoki men bunda bir boy oila tug'ilgan bo'lgan bo'lsa va yoki menda ishlar bo'lgan bo'lsa va yoki men bu maktab o'qiy olgan bo'lgan bo'lsam degan o'xshash shartlarni qo'yib turib o'ziga bir xil bahona izlaydi. Bu yerdagi bu odamningki pul bo'lsin yoki pul bo'lmasin, nomrat o'tsin yoki nomrat o'tamasin, buni belgilaydigini, buniki bu xil boy oilada tug'ilish emas va yoki bo'lmasa buning puldor bo'lib ketish emas, balki buniki ro'yda yoki ideyasida debdi. Lekin bu yerda bir masala bor endi. Garchi bu yerda avtor odamlarningki bayashat yashi yoki baxtli yashi yoki baxtsiz yashi, puldor bo'lishi yoki puldor bo'lmasligini hamda butunlay odamningki mushu ideyasi ingida farq bo'lganlik tufayli mushu holat kelib qolgan. Agar buniki ingi bilan ideyasi yaxshi bo'lgan bo'lsa, ilg'or bo'lgan bo'lsa, boyliqqa o'xshash tafakkur qilgan bo'lgan bo'lsa, boylikdek bir xil niyat, bir xil ideya bo'lgan bo'lsa, bu mo'yinda boyolab ketdi degan bir xil ideyani olg'a suribdi. Lekin bu yerda bir masala bor. Nima deganda, odamningki ideyasi, masalan, odamningki ideyasi va yengida farq bo'lish uchun cho'qim bular yashagan muhit farq bo'lib qoladi.
muhit farq qilib qoladi. Odamningki iddiyasi bilan yengil o'zgartish uchun cho'qim buniki muhitni o'zgartish kerak. Muhitni o'zgartmay turib, buniki yengida va niyatida bu farqni hosil qilib bo'lmaydi. Masalan, uzun yillar ilgari deylik, uzun yillar ilgari, masalan 10 necha yillar ilgari, masalan bir Shangzhou deylik, masalan. Biz banan demdikmi? Bu banan degan nima desa, biz balkim men bu kitobda bir anlab baqqan, lekin o'zimninki bu xil amaliy turmushimda bu bananniki qanday bo'lganligini men ko'ryapman baxma. Shunga bananga nisbatan meningki ideyarimda hech qanday bir xil hukm degan bir narsa yo'q. Nimishqa men o'yin bir narsani ko'rib baxmadim. Uningdan boshqa masalan shu Shanghai anniken shu o'zim turayotgan Suzhou, anniken Beijing degan yerdagi kishilar zodi qanday yashaydi? Nimalarni iste'mol qiladi, nimalarni yeydi, urf-odat qanday? Masalan, berib kelishda nima orqali berib keldi? Bu ishlarniki hammasi menga nisbatan noma'lum. Men bularga nisbatan hech nima bilmayman. Demak, bularga nisbatan menda bir xil hech qanday bir xil idea yo'q. Menda hech qanday bir xil bunday desamda, menda bir xil ideyam yo'q, ongim yo'q, sezgim yo'q, hech nima yo'q. Fakat hiç mi bilmeyme halas. Fakat belki kinodun körü vağallarım buluş mümkün. Elbette kinodaki turmuş bilen emniyet turmuşumuzda zor fark bulup kalıdı. Elbette biz nurulgan baylanı körüş jarayonida mı baylanınki turmuşniki qandaq bulduğanlıqını biz şu baylanınki qiyşığı bağandın keyin anandikin bunu biz köre aldık. Herkes mi o baylanınki turmuş mandaq buldu ekan deb biz bunu kitap arqılıq ya veya kimsa uyimiz oturaş arqılıq bu xil biz baylanınki tefekkürünü yoki izl odamlarninki bir xil nimasini ideyasini bu qabul qilib bo'lmaydi. Buni bilgin bo'lmaydi. Shunga biz ideyarimizni ilg'or qilimiz deydi ekanmiz, cho'qim bizningki amaliy turmushimiz, bizningki muhitimiz shunda ilg'or qilaligidek shu xil savat yetalish kerak. Masalan, men bir uyda bo'lgan bo'lsam, biz yurtda bo'lgan bo'lsam, albatta mening yanchig'imda bir pul bo'lmasa, Shanghayga kelgidek bir amaliy sharoitim yor bo'lmasa, albatta bu xilniki turmushni men balkim menga tushunmasligim mumkin. Demak, men bularniki turmushini bilish uchun bunaqa qanday sharoitim ekan. Sharoit ulash kerak ekan bunga. Yani meni bir xil pullarga o'xshash, pullarninki bir xil ideyasi bo'lish uchun, shuniki turmushni tushunish uchun, shu xil meni pul topa oladigan shunda bir ideya kelib ketgidek, pullarga o'xshash bir xil psixik bo'lib ketgidek, avval bo'lish uchun qanday mendan pul ulash kerak ekan. Alaydi shart ekan. Bu herkesning kitob o'qib va yoki bo'lmasa ba'zi bir narsani anglab eliblam, ba'zilarning darsini anglablam, u ideyasi o'zgarib qolib, u pullar olib ketmaydi ekan. Herkesmi pullarlarcha tafakkur qilganga odam pullarlab qolmaydi ekan. Balki odamda pul bo'lgandan keyin, oningdan keyin pullardek bir xil odat shakllanadi ekan. Shunga vaqtliqa pullarlarcha tafakkur qiling va yoki bo'lmasa madem manda ishni qilibdi ekan yoki madem mana qilibdi ekan deb biz o xalqningki turmushini manjil o'rgansakmi, ammo bizning amaliy sharoitimiz yor bermaganlik tufayli yana bizningki ingimizda ko'p farqni shakllantirmaydi. Shunga pullarla bo'lgan bu xil yoki muvaffaqiyat qozongan odamlarda bo'lgan bu xil ideyani va psixik holatni siz faqat sizmi boy bo'lgan vaqtingizda sizmi shug'ul sharoit yor bergan holatda anonikin siz yetildira olasiz. Demak, yana bu yoqqa kelgancha nima bo'lib qoldi deganda, mayli odamningki namrat bo'lib qelishi yoki boy bo'lishi, chakin bo'lishi yoki razil bo'lishi, yaxshi bo'lishi yoki yomon bo'lishi hammasiningki ideya anonikin psixika anonikin nima deqamda ong dediqma, mush sabablardan bo'lganligi, ong ideya va psixikaninki sharoit tarafidan belgilanganligi, ya'ni bizniki amaliy sharoitimiz tarafidan belgilanganligini biz tushuna olamiz. Biz pullarninki turmushini, baylarninki turmushini manjil o'rgansakmi, yanlam u xil pul topa olishimiz notayin. Chunki bizda yanlam pul yo'q.
Biz baylık yıkılışkan şaraitim yok. Baylık yıkılışıdığan yoki ulug' odamlarga yıkılışıdığan şart şarait faqat shularga o'xshash bo'lgan vaqtida anandan yıkılışkın bo'ladi. Bo'lmasa ular yıkılışış tez to'xtab qoladi. Shu ba'zi odamlar o'ylaysizlar, agar sen pul topmoqchi bo'lgan bo'lsang, pullar odamlarning yeniq kelgan yoki anaqin manda qilgan degan gapni anglayman. Lekin shu pullar odamlarniki qiyshiq kelish uchun sizda cho'qim bo'lish kerak. Demak, sizda sharoit bo'lish kerak. Sizning shu sharoitingiz yor ba'sa, ananiki sizga shu xil idea, ananiki shu qilgan gap. Shunga avtorniki bu yerda odamniki ideyasida farq bo'ladi. Debdi, lekin ideyasi nimish farq bo'lganligi to'g'risida bu yerda ko'p so'zlamagan. Shunga ba'zi odamlarningki o'ziniki turmush to'g'rida urishi va yoki bo'lmasa men mana shu xil turmushda yoki boy oila tug'ilgan bo'lgan bo'lsam, men mana shunaqa yashaydim deb o'ylashninkimi muqarrar asosi bor deb qarayman. Albatta bu yana bir gapni eslatib qo'ydi. Ya'ni ayni zamonda biz tilga elib aytgan yoki diqqanning balsi kadr olmaz, üşüm yağçı badr olmaz degan bir gap ekan o. Buni to'liq diyamay qilib qoldim. Demak, mush gapninkimi noite ko'p asosi bor. Garchi buni butunlay xato, butunlay to'g'ri deb qarash bo'lmasa-mu, albatta bu gap baqoq deyilgan gap emas. Chunki ayni vaqtlarda albatta shu diqqalninki ballarmi shu xil yaxshi sharoitga erishish imkoniyati bor. Hamma albatta bu yerda uniki ideyasida zo'r bir chatoq bo'lganlik tufayli bolalarni o'qitmay qilib qolgan emas, balki shuniki amaliy sharoiti pul bo'lmaganligi tufayli shu kadrlanmagan shu diqqalning bolasi. Bunda gap. Shunga bir nima yaxshi badr olmaz, diqqan bolasi kadr olmaz degan gapningmi muqarrar asosi bor. Shunga sharoit, bizniki amaliy sharoitimiz, bizniki ideyarimizni belgilab qo'ydi. Bizniki ideyarimiz bizning bundan keyingi turmushimizni belgilab qo'ydigan gap. Albatta bizniki sharoitimiz nurg'unlari bizniki shu tug'ilishimizdan tatlam belgilanib ketgan bo'ladi. Ya'ni biz ma'lum bir xil qonuniyatga, har birimiz o'xshamaydigan bir xil qonuniyatga tayinib yashab turamiz. Ham hayotimizni davomlashtiramiz. Buningdan keyingi mazmunlarni biz kelar saytda birga o'rtoqlashamiz.